Barchangizga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi obzorimizda Traventin xizmatlarini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Uyning kattaligiga bitta baho berishda, uyning fasoni bilan polностью tanishtirib o'tamiz. Uyimizda kattaligi 500 kvadrat ekan, juda ham chiroyli chiqqan uyning fasoni bemalol baho berishlaringiz mumkin. Traventin Azur Pavasa mana fasonida bo'libdi. Eshiklari, derazasi mana shunday ko'kakdan bo'lgan, bemalol baho berishlaringiz mumkin. Kafellari bilan juda ham chiroyli chiqqan, juda ham shinamgina uy bo'lgan. Buyoqlari rombik fasonda bo'lgan. Traventin xizmatlarini usta akalar 10 yildan 15 yilgacha garantiya berilar ekan azizlar. Bu uyimizda общий kattaligi 500 kvadrat ekan. 500 kvadrat bir oyda ichida bitgan ekan azizlar. Mana shu uyimiz bemalol baho berishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqqan. Kvadratiga kelsak $9 bo'libdi kvadrati. Bir oy ichida bitgan, общий $4500 ga общий mana shu uyimiz bitibdi. Kattaligiga bitta baho berib qo'ysizlar. 500 kvadratlik uy общий 4500 ga usti aqi material hamma narsasi ichida. Azizlar, albatta kommentariyada yozib qoldiring, qanaqa fason sizlarga yoqasdi. Xohlagan fasonlaringizni sizlarga mana shu chiroyli tarzda urib beradilar. 12 ta viloyat bo'yicha xizmat ko'rsatadilar. $8 dan $12 gacha ekan, общий mana shu uyimiz $4500 ga bitgan, $9 dan bo'libdi. Sizlarga ham qiziq bo'lsa, 12 ta viloyat bo'yicha xizmat ko'rsatar ekanlar. Qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'iy nazar bemalol usta akalarga murojaat qilsalaringiz ekan, chiroyli tarzda uylaringizni mana shunday bitkazib beradilar. Fasonga bitta baho berib qo'yasizlar. Yaxshi niyatda azizlar, bir like bosib, mana shu